Mana qarang, kimlar tez portlab ketadi? 1 yil turmush qurgan eri xotinmi yoki 40 yildan beri turmush qurgan eri xotinmi? Qaysi biri ko'proq urushadi? Yaqinda qurgan, to'g'rimi yo'qmi? Chunki ularning ilm darajasi juda ham past. Bir-birini tushunishmaydi, har birining o'zining dunyoqarashi bor, meniki to'g'ri edi, oniki to'g'ri deydi-da qiladi. Lekin ko'p hayotni ko'p ko'rib qo'yganlar, ularda donishmandliklar, ilmlari ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ular ham mayli deb qo'yadi. Ham mayli deb qo'ya qoladi. Yosh yigit bilan 20 yoshli bolasi bilan dadasi ketyapti. Dadasi 55 yoshda, o'g'li 20 yoshda ketyapti. Qarshidan kelgan ikkita yigit yelkalariga tegib o'tib ketdi. Bolasi, "Nima deydi? Nega meni kelgan tegizding?" deb xuddi unaqa xurrozga o'xshab unaqa qiladi. Dadasi aytadi, "Bolam shesaqaman, tegib ketdi, yuraqa" dedi. "Yo'q, ular ataylab tegdirdi" deb boya xo'rozga o'xshaydi-da, masalanda. Ko'rdingizmi? Dadasi qo'y deyapti. 55 yoshda, uni donishmandligi bor. Ahmoq bilan ahmoq bo'lasanmi deydi. Bu ahmoqda hali 20 yoshlarda naqasi yo'q hali. Yoqalashadi boya, qo'y o'rsang yoqalashadi, to'polon qiladi, militsiyaga tushadi, shtraf to'laydi, chiqadi-da. Ertaga og'aylarga bor, "Voy, monday bo'ldi, bitta urdim, yiqitdim, bu mana bitta tepdi, maytiga ko'rib qoldi" deb shu bilan maqtanadi. Aslida bu narsadan odam uyalishi kerak. Xuddi Mayovkaga bordik, 4 tamiz bir yashik aroq ichdik, bitta qo'yni yeb qo'ydik deganga o'xshagan narsada bu. Bu narsani aytilmaydi, bu narsadan aslida uyalish kerak. Lekin bir vaqtlar bo'lgan, odamlar shuni aytib, havas qilgan, to'yimga shuncha yashik aroq qo'ydim degan narsalar vaqtlar bo'lgan, Xudoga shukr, bu vaqtlar o'tib ketyapti. Xudoga shukr.